Uydan shunday chiqishimizga uyni oldi 35 metr. Uyni oldi rosa uzun, sababi 2 ga 3 ga bo'lib chiroyli uyqusiz bo'ladi. Aka-ukalar ham bo'lishasi bo'ladi. Bu yerda gazi, suvi, sveti, kanalizatsiyasi muammo yo'q. O'ziga transformator ham tushirib qo'yilgan ekan. Mana bu yerda uyni parkovkasi bor. Mana shu yerda uyni olgan odam mana shu yerda parkovka qilib foydalanishi mumkin. Endi uyni ichidan ariq o'tgan deyaptilar. U yerda suv o'tgan ekan uyni ichidan. Uyni uzunligini ko'ryapsizlar. Bu tomoni ham 16-17 metr chiqsa kerak. Bag'i ham rosa uzun. Общий gazi, suvi, sveti bor. Marg'ilonda, bilsalaring, Marg'ilonda 9-maktab ko'chasi bor. Taxta ko'prikka shunday kirishingizga 9-maktab tomonga. Jiddiy yursiz o'ng qo'lda ko'cha bor. Shu o'ng qo'lli ko'chaga shuni burilib, o'sha ko'chaning ichida. Pastki raqamlar barakaga. Narxini 42,5 mingga bermabdilar. 45 ming baho aytyapmiz. Pul zaril deyaptilar. 45 ming kelishadigan xonasi bor. Mevali daraxtlar turibdi. Shu mahallaning ichida mevali daraxtlari bor. Hozirgi kunda uyni savdo qilishyapti ekan. Uyga pul zaril, uyda egasiga. Soqani bersiz, mana bu yerdan ariq o'tgan deyaptilar. Mana shu ariq kirgan ekan xullas. Ariqdan bekitib qo'yishgan. Shuni ochsiz, ariqni o'tkazib suv undan qilib sug'arib xullas bekitib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana shunaqa Marg'ilonda Taxta ko'prikdan so'raganlarga jo'natib qo'yamiz. Bizga like, podelitsiya, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirsiz. Marg'ilon tashlab Farg'ona Kirgili hududidan chiroyli uylar chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.